bo'hami qilmayman obzorini qani xona bo'yapsiz. Zakaz qilmaganingiz ma'qul. Shunda gupillab qo'yi hidi kelyapti. Men shotinglarni to'lamayman. Ofitsiantinglar 5 minut topib kelaman deb vaqtda 6 minut topib keldi-yu. Bir oy oldin voha shunaqa katta o'zgartirishlar qildik deb vahima qilishyapti. Yeb ko'ramizda, tekshirib ko'ramizda, sizlarga aytib beramiz. Turk sho'rvalariga baho berish uchun ezogelin yoki-da chechevichni merjimek supini zakaz qilish kerak. Men ezogelinni sevaman. To'g'risini aytaymi? Sevdim bu ezogelin. Xullas, qariqlab o'lchab ko'rdim. Haqiqatan 2 metr ekan. Hidi yo'q. Endi sizlarga bitta savol. Sizlar 2 metrlik pidani necha minutda yeb qo'ya olasizlar? Qani kommentariyada yozinglar-chi. O'sha mashhur turецкий tulum salat. Podachasi sal boshqacharoq ekan, lekin mazasi menga qaranglar. Men bugun o'zi kamchilik topamanmi, yo'qmi chun men. Ana niyatimga ham yetdim, kamchilik topildi. Xullas, adana, agar menga o'xshagan ozoda sassuv bo'lib qo'y go'shti yemaydigan bo'lsanglar, zakaz qilmaganingiz ma'qul. Shunda gupillab qo'yi hidi kelyapti. Agar qo'y go'shti yeb olsanglar, sizlarga tavsiya qilaman. Achchiqqina ishtahanglarni ochadi. Men sariyog' quydirmasligimiz sababi hidi ko'tara olmayman. Lekin hidi bo'lmaydi, menga karalashdi, quydirdim. Bitta gap aytaymi? Hozircha Toshkentda yegan eng zo'r iskandarlardan bittasi shu. Menga yoqimli ishtaha, kelib yeb ko'radigan joylik. Bu turk mantisi ekan. Buni tugilishini qaranglar, maydaliligini. Kim buni tugadi men bilmadim-u. Lekin sizlarga bitta savol. Mana shu idish ichida, mana shu mantidan nechta deb o'ylaysizlar? Shuncha yegan ovqatim arzimagan 1.163.000 bo'pti. Menimcha shuncha ovqat uchun bu zo'r. Lekin eng zo'r tomoni, voha endi kalyanlarsiz. Hamma kalyanlarni olib tashlab, oilaviy restoran qilib qo'yishdi. Bemalol bola-chaqalarni olib kelib, detskiy plashatkada dam oltirib, o'zingizlar mazza qilib turk ovqatlarini yesanglar bo'ladi. Faqat turецкий ovqatlar qilib qo'yishdi. Hamma shef-povurlar Turkiyadan kelgan ekan. Zo'ra, eng zo'r tomonlaridan yana bittasi, ofitsiant aytgan vaqtidan ozgina kech qolsa ham ovqatinglar, umuman ovqatinglarga pul to'lamasanglar bo'lar ekan. Zo'ra, men bu joyga yana kelgan bo'lardim. Aytgancha, agar obzorga pul olgansiz desanglar, olganman, 10 ming dollar olganman. Nima qildi? Sizlar mana shuncha mehnat qilyapman-da, na podpiska bosyapsizlar, na like bosyapsizlar, na kommentariy yozyapsizlar. U yerda emasmi? Men 10 ming dollar olsam, olman aytgancha videoni to'liq qilib YouTube'da ko'rasizlar.